Rasuljon ming bor uzr, beyim telefon qilib, shuni gaplashib olay. Alo. Kella yuribsan sen menga qara. To'xtagan nima qilasan endi? Men jonimdan o'tkazingsan, haqma. Aman intervyudaman, biye. Yevergildim men seni topgan tutganingdan. Menga qarang, intervyu olaman janob Rasuldan. Kim dedi? Janob Rasul. İbi vergiler aynı alsın diye işine gine. Vay canım bana canım bacama yaxşı ko'rgan artistmini o'tirib sanmasan jalpaycha. Shunagina badanimga mo'y surkaya ne rohat qilamanmi nachilasiga. Vergilar aynı alsın diye. Ovozing bulbuli bundan da ziyoda beshi vergilar aynı canım bacam. Rahmat bujon, umringiz bo'lsin, sog' bo'ling. Siz tuppa-tuzuk odam ekansiz, bu qayerdan paydo bo'lgan bu antena bu? Bu odam demaydi bu. Mana aytibsizmi? Ayniqsa ana ashulasi bor bitta bizani to'yli aytgan qing'irog'i jarangdor karvon endi biznikidagi ashulasini eshitgan vaqtda shunday sochimdan timnoqimgacha sakrab ketib keladi vergilar jon bacham. Menga qarang, u Og'abek Sobirov, bu boshqa, bu janob Rasul. Kim deysan? Janob Rasul boki Captivalarni aytgan. İbrahim'in taxtaya qolsin sani sen kimni? Men yeri bir qilibsan sen bera. Yemadi baynana dik chiqib ketdi aqmaq. Chiyan ashulachi bo'libdimi? To'xtan akan nomeri qapqara hap. Qapqara bo'lmay har bale baxaymi? Ovozing go'rdasi chalbayla. Voy. Qayni qarri odamda xafa bo'lmaysiz, beyimda. Yo'q, ko'pchilik aytadi, bizga o'xshaysiz deb. O'sha ovozlardan ma'lum.